Gnostik bu kim? Gnostik bu oddiy inson emas. Gnostik tashqi manbalarga qarab yashamaydi. U o'zining ichki energiyasidan, ichki vibratsiyasidan, ichki impulsidan yashaydi. Gnostik ilm emas, falsafa emas, psixologiya emas. Gnostik bu inson ongining uyg'ongan holati. Gnostik inson o'zida mavjud bo'lgan kuchni sezadigan, uni boshqara oladigan va hayotni energiya orqali yaratadigan insondir. Gnostikning qudrati tashqi nazariyalarda emas, uning ichki tebranishida, uning energiya impulsida. Mening yo'nalishim nima? Mening yo'nalishim insonning haqiqiy energiyasini uyg'otish, unda mavjud bo'lgan cheksiz ichki kuchni faol holatga keltirish va uning hayotini energiya qonunlari asosida qayta yo'naltirishdir. Men insonning energiya vibratsiyasini ko'taraman, energiya impulsini yoqaman, ong lazerini aniqlashtiraman, fokusini kuchga aylantiraman, tasavvurini materiya yaratish darajasiga olib chiqaman. Telepatiya oqimini tozalayman, hayot gologrammasini qayta yozishga yordam beraman. Men insonni tashqi bilimlar bilan to'ldirmayman. Men uning ichida allaqachon bor bo'lgan qudratni uyg'otaman. Mening tizimimning asosi. Mening yo'nalishim 3 asosiy tayanchga ega. Birinchi fikr, yaratuvchi impuls. Har bir fikr tirik tebranish. Bu tebranish tashqi hayotni harakatlantiradi. Ikkinchi fokus, lazer kuch. Inson ongining yo'nalishi qayerda bo'lsa, o'sha narsa ko'payadi, kuchayadi. Uchinchi tasavvur, materiya loyihasi. Tasavvur tashqi dunyoning chizmasi. Har bir shakl, har bir voqea, har bir imkoniyat tasavvurni takrorlaydi. Bu uchlik birlashganda inson o'z gologrammasini o'zi yaratadi. Hayot tezlashadi, materiya yangilanadi. Men gnostikman va men nima qilaman? Men insonning ichki energiya tanazzulini to'xtataman. Eski vibratsiya bloklarini o'chiraman. Energiya impulsini uyg'otaman. Fikr oqimini ravon qilaman. Fokusni lazer darajasiga olib chiqaman. Tasavvurning kuchini oshiraman va natijada hayot oqimi ochiladi, pul va imkoniyat tezlashadi. Ruhiy tinchlik mustahkamlanadi. Energiya ko'tariladi. Muammolar eriydi. Inson o'z olamini boshqarishni boshlaydi. Bu sehr emas, bu falsafa emas. Bu inson energiyasining to'g'ri ishlashi. Bu tizimning yagona maqsadi. Inson o'z kuchiga qaytsin, o'z vibratsiyasini ko'tarsin, o'z energiya impulsini boshqarsin, o'z hayotini yaratishni boshlasin. Gnostik tizim tashqi dunyoni emas, ichki dunyoni o'zgartiradi. Chunki ichki dunyo o'zgarsa, tashqi gologramma majbur bo'lib qayta shakllanadi. Gnostik inson ongining uyg'ongan holati. Mening yo'nalishim insonning energiya impulsini, vibratsiyasini, fokusini va tasavvur kuchini faollashtirib, uni yaratuvchan inson holatiga olib chiqishdir. Men insonni o'zgartirmayman. Men uning ichidagi ulkan kuchni uyg'otaman va inson o'z olamini o'zi yaratishni boshlaydi. To'liq kurslarimiz sotuvda. Yangi bepul darslarni birinchilardan olish uchun obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosing. Kanal rivoji uchun yaqinlaringizga ulashing. Agar yoqqan bo'lsa, sevgi ila like bosing.